egilma. Sheralini Sattor akasining nomidan aytaman. Husni Rais otasining nomidan aytaman. Sattor hayda to'yga aytyapti. Partiyasi bor bitta. Ol ikkita partiyasi bor. Ol ustiga bir ho'kizi bor. Hayda bo'lasan yakka qilib. Ol ustiga ikki ho'kizi bor. Ol ustiga bir million puli bor. Jim bo'lib qolinglar-ki. Husnini dadasi Sattor akaning nomidan. Qo'shaymi? Ol ustiga 2 million puli bor. Qarsa dursa ham qo'shaman. Ol 3 million puli bor. Qarsalaring Sattor qo'shadi muxlislar. Sattor! 15 million puli bor ustiga. Qo'shtoy. To'yga Sattor. 5 million puli bor. Sattor amani. Bunlar nima qilish kerak? Yakka qilib ayro. Shavkat aka. Yakka qilib ayro olasan. Shavkat aka. Yakka qilib ayro olasan. Bu zotga boshqa boya kalta-kaltasi aralashmaydi. Buni umuman hech qaysiga Umuman bu zotga kaltaga anavi yo'q. hech qanday sabab yo'q. Buni yakka qilib oladi. Oldinisi Rais o'zi beradi, mana halol haromini o'zi aytaman deyapti. Raisning dadasining nomidan qo'sh Nortuya. Qo'sh ho'kiz. 5 million puli bor. Yakka qilib ayro olasan. Husnini dadasi Sattor akaning nomidan to'yga aytyapti. Yakka qilib taylab olasan. Qaqqaqlatib taylab. Makka bo'lib qo'y. Shu zot ustiga. chakil. Chavag'anlar bu boya kalta taylading, bunisi kalta tayladi, unisi kalta tayladi. Ketmaydi unday narsa. Hamma narsa kezildi, buni yakka qilib ayira olasan. Og'aylar, Yakka qilib ko'rsatib olasan. shu davrada meni ham o'g'lim bor. Lekin hech kimga bermaysan deb aytdi. Yakka qilasan olasan. olasan. Misol keltirib yotma, unikini bunikini. To'yga Qo'shni 50 million zot bo'ldi. qo'sh ho'kizi bor. Ustiga 5 million puli bor. Yakka qilib ayro olasan. Kamalakatda qo'shib qo'ying-da.